Hammaga salom bolalar, sizlar bilan bugun biz eng zo'r top 5 ta setlarni ko'rib chiqamiz. Kanalimizga ketdik. Birinchi set 999-set. 3.9 yozasizlar va qishloq chiqadi. Bu qishloq menga yoqmaganiga men bu qishloqlarga ball berib chiqaman. Bu qishloq menga uncha yoqmaydi. Shunaqa narsalar topishim mumkin sandig'idan. Bu qishloqqa men 10 dan 5 ball beraman. Chunki bu qishloq sal yoqmaydi menga. Qani bo'lmasa ikkinchi qishloqqa. Ikkinchi qishloq esa ikkinchi qishloq 3 ta yumshoqqa yozasizlar. Keyin mana chiqadi. Bu yerda 2 ta kompotli uyi bor. Shunga bu qishloqqa menga yoqadi bu qishloq. Shunga men bunga shunaqa zo'r narsalar topishim mumkin. Men bu qishloqqa 10 dan 9 ball beraman. Chunki bu yerda 2 ta kompotli uyi bor, izmirot bor, nezirga juda tez ketsa bo'ladi. Va keyingi qishloqqa ketamiz va bu qishloq kattaroq ko'rasizlar. Va uchinchi qishloqning nomi esa qishloq setning nomi 3.1. To'g'ri, 3.1. Boshladik bolalar. Keyingi setimiz 111 bo'ladi. 111-qishloqda esa setda esa shunaqa 2 talik partar topishinglar mumkin. Partar debman. Mana shu narsani ichidan esa sindirib qo'ying. Olmos chiqadi mana. Olmoslar. Mana shunaqa narsalar bemalol topishinglar mumkin. Ikkinchisida uncha kerakli narsa yo'q. 3 ta izmirot bor. Oltinlar ko'p unda. Mana oltin yo'q, oltin ko'rishinglar mumkin. Bu set ham juda zo'r. 4-chi setimizga ham kelamiz bolalar. 4-chi setimiz o'sha hamma biladigan Mimi seti. Mimi qilasizlar va kirasizlar. Keyin o'sha legendarniy qishloqqa xush kelibsizlar. Bu qishloq menga yoqadi, ham yangi, ham zo'r. Bu tomonda qorli buyam bor. Mana shunaqa katta qorli buyamga kelasizlar. Bu yerda nima borligini bilmayman. Faqat mana shu qishloqni bilaman. Bu qishloq zo'r qishloq, shunga men bu qishloqqa 10 dan 10 ball beraman. Bu 4-qishloq edi va biz eng legendarniy qishloqqa keldik bolalar. Setga. Bu setda qishloq chiqadi. 4-5-5. Juda katta qishloqchi juda katta qishloq. Mana. Juda ham katta bolalar. Juda katta. Va bu yerda yana bitta qishloq bor. Eslaysizlarmi, birinchi videoyimda shu qishloqni tentirib chiqqandim. Keyin mana bolalar, shunaqa katta qishloq. Keyin ichiga kirib ko'rsataman albatta. Ichida qilich, olma, non, nimadirlar topishinglar mumkin. Va bo'ldi. Boshqa setlarni ham bilsanglar kommentariyaga yozib ketinglar. Ko'rganinglar uchun rahmat.